Xitoy so'nggi 30 yil ichida dunyoni hayratga solgan taraqqiyot sarguzashti. Bugun dunyo bozoridan har qanday mahsulot sotib olsak ham, smartfonmi, kompyutermi, avtomobil ehtiyot qismlarimi yoki sanoat mahsulotlarimi, barchasida Made in China degan yozuvga ko'zimiz tushadi. Ammo bu oddiy tasodif emas. Bu uzoq yillik mehnat, strategik rejalashtirish va eng asosiysi ilm, ta'lim va qat'iyatga sodiqlik natijasidir. So'nggi 30 yil ichida Xitoy dunyodagi eng yirik sanoat markaziga aylandi. Faqat arzon ishchi kuchi bilan emas, malakali muhandislar, ilmiy tadqiqot markazlari, universitetlar va innovatsion markazlar orqali bu cho'qqiga erishdi. Bugun Xitoyda yiliga millionlab yoshlar texnika, muhandislik va IT sohalarida o'qiydi. Davlat esa bu sohaga doimiy sarmoya kiritadi. Laboratoriyalar quradi, zamonaviy universitetlar barpo qiladi va startaplarga imkoniyatlar beradi. Bu yurt yillar davomida ta'limni ustuvor yo'nalish sifatida tanladi. Natijada esa fabrikalar, sun'iy intellekt markazlari, elektromobil ishlab chiqaruvchilar va hattoki kosmik dasturlar ham muvaffaqiyat bilan rivojlandi. Xitoy bugun faqat ishlab chiqaruvchi emas, u ijod qiluvchi, loyihalovchi va eksport qiluvchi kuch. Demak, rivojlanish formulasi oddiy. Ko'p aholi emas, bilimli aholi, arzon ishchi kuchi emas, malakali mutaxassis va eng muhimi, bu yo'lning boshlanishi har doim ta'lim bo'lgan. Agar siz ham o'z kelajagingizni zamonaviy dunyoda qurishni xohlasangiz, buning kaliti o'qish, o'rganish va harakat qilishdir. Everstudy sizga aynan shu yo'lda ko'mak beradi. Bugun o'rganing, ertaga esa dunyoni siz hayratda qoldiring.